أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Biz Sure Baqara'nınki tefsirini okup ketyapmiz. Alloh taolo oldingi oyatlarda munofiqlarningki sifatlarini bayon qilgan. Hozir o'qimoqchi bo'lgan oyatimiz 17-oyatdan boshlab yana shu munofiqlarningki sifatlari haqida ma'lum ekan. Alloh taolo deydi: Estaizu billah. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله من نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Yani metaluhum degan, yani ularning misoli, yani munofiqlarning misoli, ularning sifatuhum fi nifaqihim demoqchi. Ularning shu munofiqlikdagi, nifoqdagi sifati nimaga o'xshaydi desa, shunda bir odamning misoliga o'xshaydiki, u o't yoqdi. Istavqada degan avqada. O't qoladi. Qorong'ulikda. Naran degani fi zulmati deb oxirida qo'shimcha qilibdi. Yine qorong'uda o't yoqqan bir kishi misol o'xshaydi. Falamma adaat. U o't atrofidagi narsalarni yoritgan chog'da fa'absara wastadfa'a va amina ma yakhafuhu. Shu qorong'uda o't yoqib, shu o't atrofini ozroq yoritgan vaqtda u odam shu atrofini ozroq ko'rib oladi va isinadi va o'zi qo'rqqan narsadan amin bo'ladi. Zahaballohu min nurihim. Hem aşındak azraq bir xotirjam bo'lgandek, xotirjamlikni his qilgandan keyin Alloh taolo ularning nurini ketkizib o'tadi deydi. Atfa'ahu. Yani shu o'tni o'chirib qo'ydi. Va jumi'a damiru mura'atan li ma'na allazi. Yani binurihimdiki hum degan almash ko'plik holati keltirildi deydi. Nima uchun desa, rioya qilgan holatda allazining ma'nosiga. Va kamatalillazi degandiki allazi asli lafzi jihatdan birlikda. Lafzi jihatdan birlik bo'lsa-mu, ma'no jihati ko'plik bo'lganligi uchun shu ma'no jihatdagi ko'pligiga rioya qilib turib, va binurihimniki almash hum almash ko'plik holati keltirildi demoqchi ekan. Va tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Alloh taolo ularni shu qorong'ulikning ichida tashlab qo'ydi. Ular hech narsani ko'rolmaydigan holatda. La yubsirun degan ma havlahum. Atrofiga narsani ko'rolmaydi. Mutahayyirin anit tariqi xoifin. Yo'ldan ezib qo'rqqan holatda, yo'ldan ezib hayron qolgan, hayron has qolgan holatda, shu qaysi minishni bilmaydigan holatda ishda qilib qoladi. Fakadalika haula. Yani şunun o'xshashdir avlar. Yani shu munofiqlar bo'lsa, mushu misaldagi kishilarga o'xshash. Bu munofiqlar aminu bi izhari kalimatil iman fa idza matu ja'ahum al-khawf wal-azab. Ular bu dunyodagi vaqtlarida iymon kalimasini oshkor qilish bilan xotirjam bo'lib qolgan edi. Yani kofirlarga yurgizilgan jazolardan, ahkomlardan amin qolgan edi. Lekin shunda bo'lsa-mu, Alloh taolo ularning qalbidagini bildigan bo'lg'achqa, ular o'lib ketgandan keyin ularga qo'rqinish va azob keladi deydi. Hum, yana munofiqlar bo'lsa, summun. Gaslardir. Haqni anglashdan gastur, ular haqni qabul qilish tariqasida anglamaydi. Yana ular normal hamda qulq anglaydigan normal insonlardek bo'lsa-mu, lekin bularning gaz deb sifatlashga maqsad, yani haqni, haqiqatni qabul qilish tariqasida anglamaganligi uchun shunga gaz demoqchi. Bukmun degan xurusun anil xayr. Fala yaqulunahu. Ular yaxshilikni so'zlashdan qochidur, yaxshilikni aytmaydi. Umyun tariqul huda fala yarawnahu. Ular hidoyatning yo'lini ko'rishdan ko'rdur, bu hidoyatni, to'g'ri yo'lni, haq yo'lni ko'rolmaydi. Hum la yarji'un. Ular bo'lsa
o'zlarining shu ozg'unligidan qaytmaydi deydi. Av yoki nimashadagi avli tanvi' debdi meni. Bu yoki mavu yoki avliqi ikki turning birisiga demoqchimdi. Yoki ularning misoli kasayyibin minas samai fihi zulumatu va ra'du va barq. Yoki u munofiqlarning misoli bir yomg'irda qolgan odamlarning misoliga o'xshashdir. Kasayyibin deganni men ashabi matarin deb tafsir qildim buni. Bu sayyibunninki asasi sayyibun ide deydi. Soba yasubu degan fe'ldan chiqqan. Ya'ni tushidi u yomg'ir osmondan. Osmondan degan sahab deb tafsir qildim buni. Bulutdan tushgan shunda bir yomg'irda qolgan kishilarning misoliga o'xshashdir. Fihi uningda yine shu bulutda zulumatun qorong'uliklar bor. Bitakafu fihi. Bulutda nimish qorong'ulik bo'ldi desa, bulut shu qatma-qat shu ustiga mushta bo'lib ketgandan keyin ashta qorong'ulik bulutlarning orasida ashta qorong'ulik bo'ldi. Uningda qorong'uliklar bo'lgan va ra'dun ra'd bo'lgan. Ra'd deganni men al-malakul muwakkalu bihi deb tafsir qildim buni. Shu yomg'irga muvakkal qilingan farishta deydi. Vaqila savtuhu yoki ash farishtaning ovozi deb tafsir qilingan deydi. Va barqun degan lam'anu savtihi allazi yazjuruhu bihi. Shu farishtaning ovozininki ovozining yangraq demoqchimdi. Kuchli ovoz deganni gapimni. Surdu farishta u bulutni ash ovoz bilan. Yine bu yerda mushkil tafsir o'g'ashqa ma'no aytilyapti-da bu yerda. Shu bulutni haydab, shu ovoz bilan haydaydigan bulutni haydaydigan ovozi demoqchi ekanman. Biz barqun degan shu guldirmama degan gapim men. Ra'dun guldirmama. Barqun degan chaqmoq. Deb deyildigan demasın. Yaj'aluna degan yani yuqoridagi oyatning tarjimasini bo'ldi desa, ular uning ichida qorong'uliklar, ra'd va chaqmoq va guldirmomalar bo'lgan, işte bo'lgan bulutda ashtarasida bo'lgan osmondan tushgan yomg'irning misoliga o'xshaydi. O'sha yomg'irda qolgan kishilarning misoliga o'xshaydi demoqchi. Ra'dunni ma tafsir bo'yicha aytgan vaqtda ra'dunni bulutni yomg'ir yog'dirishga muvakkal qilgan farishta desak, barqunni shuning ovoziniki nayati yangroq ovozi debdi. Yaj'aluna ular qilib oladi. Yomg'irda qolgan kishilar barmoqlarini quloqlariga tiqib oladi. Nimishqa desa, guldirmamining ovozini qattiq bo'lgani uchun uni anglab qolmayli deb ashta quloqqa tiqib oldi deydi. Hadaral maut, ya'ni xavfal maut. Uni anglashdan anglgan vaqtda o'lib ketishdan qo'rqib ashta quloqqa tiqib oldi. Kedalika shunga o'xshashdir munofiqlar. Agar Qur'oni Karim nozil bo'lsa, ya'ni Qur'oni Karim nozil bo'lgan vaqtda munofiqlarningki qilgan qilqi shu yuqoridagi ikkinchi misaldagi kishilarning qilqiga o'xshaydi demoqchi bu yerda. Bu Qur'oni Karimda zikrul kufril mushabbahi bi zulumat. Zulmatlarga o'xshatilgan kufrninki zikri va val va'id alayhil mushabbahu bir ra'd. Va kufr qarta va'da qilingan ogohlantirishlar bor. Va'da qilingan emas. Shu kufr kafir bo'lgan insonlarningki shu kufrni qarta ogohlantirishlar bor. U ogohlantirish bo'lsa o'xshatildi ra'diga deydi. Vel hujajul bayyinatu al mushabbahatu bil barq. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de yine inayet uçuk aşkarı hüccetler var. Bu hüccetler olsa ikinci misaldeki barq o'xshatilgan. Yasudduna adanahum li alla yasma'uhu fayamilu ila al-iman ve terk dinihim. Ular shu munofiqlar Qur'on Karimni o'qigan vaqtda quloqlarini yetib oladi. Shu Qur'onning ovozini anglab qolmaslik uchun. Agar Qur'on anglab qolsa, endi bular o'zlari arab bo'lgandan keyin Qur'on Karimningki ma'nosini tushunib,
ular imonga mayil ketadi deydi. İmanға mayil ketadi ve dinni terk etishga mayil ketadi. Yine aşı biz dinimizin terk edip iman Muhammed Aleyhisselam iman etip kalmaydı dep aşı Kur'an-ı Kerim'in avazını anlaması için, anlap kalması için kulaklarını, barmaklarını kulaklarına tıkıp aldı kendine. Ve huve indahum mevtun. O iman etip kılıştıkken ularının nazarda bir ölümge okşaş deyotun. Vallahu muhitun bil kafirin. Allah Teala kafirlarni korşap durguşudur. İlim cihette, kudret cihette. Fela yefutunehu. O kafirlar Allah Teala'nınki bir işten kaçıp gitmeyido demek şimdi. Yakadul berku yahtafu absarahum. Bu çakmak ularının gözlerine kuyup yetişki tez kıldı. Yahuduha bi suratin. Nayet tezlik bilen şu gözlerini ep yetişki tez kıldı. Kullama adaa lehum meşev fih. Kaçaniki o çakmak azrakla ularga yo'riqlar chiqarib berib qolsa, ular shu chaqmoqniki yo'riqda meng oladi, azroq meng oladi. Va iza azlama alayhim qamu. Agar bu chaqmoqni yo'riqqa tugib yo'qopla, qorong'i tushib ketsa, ular turib qoladi. Qamu degani vaqafu deb tafsir qildim buni. Bu nimaga misol desa, iz'aji ma fil Qur'ani min al-hujaji qulubahum. Qur'oni Karimda kelgan shu hujjatlarning ularning qalblarini bearam qilganligiga bir misol. Ularninki va tasdiqihim bima sami'u fihi mimma yuhibbun va wuqufihim amma yakrahun. Yaxshi ko'rgan narsani anglasa tasdiq qilib, yomon ko'rgan narsani anglagan vaqtda to'xtab qilganligiga bir misol deydi. Munofiqlarniki mush qilqiga bir misol demoqchi. Va law sha'allohu la dhahaba bi sam'ihim. Agar Alloh taolo xohlasa, ularning ko'zlarini, ularning quloqlarini va ko'zlarini ep ketgan bo'ladi. Zahire. Ularning shu zahire, shu ko'rinib turgan ko'zlarini, quloqlarini ep ketgan bo'ladi. Kama zahaba bil batina. Xuddi ularning ichki organlarini ep ketgandek. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo o'zi xohlagan narsani qilishga qodirdir. Yani Alloh taolaning shu xohlagan narsani qilishga qodir bo'lganligining jumlasidan izhabu ma zikra. Zikr qilingan narsani ep ketishi. Alloh taolo ashuna qudrat egisi bo'lg'achqa, agar xohlab qolsa, ularning shu ko'zlarini, quloqlarini ep ketalaydi demoqchi. Xo'sh, endi Alloh taolo bu oyatning oxirida deydi: "Ya ayyuhan nas, ey insonlar, ya'ni ey Makka ahli, u'budu robbakum allazi xalaqakum." İbadet qilinglar, ya'ni bir deb bilinglar Parvardigoringlarni, u Parvardigoringlar sizlarni yaratgandir. Ansha'akum va lam takunu shay'an. Ya'ni sizlarni paydo qildi, holbuki sizlar hech narsa emas edinglar. Allazi xalaqakum vallazina min qablikum. Va yana yaratdi Alloh taolo sizlardan ilgirki insonlarni. Sizlarni va sizlarning ilgirkilarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. La'allakum tattaqun. Ya'ni qo'rqishinglar uchun ibodat qilinglar. Bi ibadatihi iqabahu. Alloh taologa ibodat qilish bilan Allohning azobidan saqlanib qolishinglar uchun degan bo'lgan. Bu yerga la'alla degan la'alla aslida tarajjim ma'nosi keladi deydi. La'allakum tattaqun ki la'allani. Yani ümit qilish yemanda. Lekin Alloh taoloning kalomida kelsa, bu tahqiqni bildirdi. Yani ümit qilish emas, yani haqiqiy mushtaq qilinglar degan ma'no bildirdi mashimni. Allazi ja'ala lakumul arda firashan. Bu Alloh taolo sizlarga zaminni ko'rib qilib berdi. Yani bu yerdagi firashan degan holdir. Hol bo'lib bisatin yuftarashu degan bo'ldi. Yani Alloh taolo sizlarga zaminni ko'rib qilinadigan bisat qilib yaratib berdi demoqchi ekan. La g'oyata fi salabati aw layuna. Yani qattiqlikda va yumshoqlikda chekiga yetgan darajada emas. Agar u baq qattiq yoki baq yumshoq bo'lgan bo'lsa, fala yumkinul istiqroru alayhi.
Bu zaminning ustida turish mumkin bo'lmay qolgan bo'ladi. Bunda holat emas, insonlar yashay oladigan holatda shundoq bisot qilib sizlarga zaminni yoritib berdi demoqchi. Vas-samaa binaa. Alloh taolo osmonni to'ris qilib berdi sizlarga. Va anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min. Va Alloh taolo osmondan yomg'irni tushirib berdi va chiqadi shu yomg'ir suvi bilan mevalardan, ya'ni mevalarning turlaridan degan bo'lar. Sizlarga rizq qilib chiqarib berdi. Ta'kulunahu va ta'rifuna bihi dawabbakum. Sizlar shu mevalarni yeysizlar va uningdan mol chorvalaringlarga yem-xashak qilib bersizlar. Fala taj'alu lillahi andada. Shunga Alloh taologa ibodat qilgan vaqtda ibodati shiriklarni qilmanglar. Allohga shirik keltirmanglar. Shiriklarni qilib olmanglar. Va antum ta'lamun. Sizlar bilib turibsizlar. Annahul xoliq va la yaxluqun. U Alloh taoloning yaratquchi ekanligini, sizlarning ularning yaratolmaydiganligini, shu Allohga qo'shib sizlar ibodat qilayotgan shu shiriklarningki, shu butlarning hech narsani yaratolmaydiganligini sizlar bilasizlar demoqchi. Endi sizlar bilib turib, Alloh taologa shirik keltirmanglar. Va la yakunu ilahan illa man yaxluqu. Bo'lmaydi iloh, faqat iloh bo'ladi ekan, u yarata oladi. Ya'ni yarata oladigan yaratish degan ishmish qulida bor bo'lgan zotda shu iloh bo'lishga haqiqiy loyiqdir. Xo'sh. Va in kuntum fi raybin. Agar siz shakda bo'lib qolsanglar, mimma nazzalna ala abdina. Bandimizga tushirgan narsaga. Ya'ni bandimiz Muhammad alayhisolamga tushirgan Qur'onga, bu Qur'onning olbidan ekanligiga shakda bo'lib qolsanglar, fa'tu bi suratin min misli. Qur'onning o'qishdan bir surni keltirib beqinglar. Yine mislihideki olmaş, yergin olmaş el-munazzal debdi. Yine aşı nazil kılıngan Kur'an'ın o'qishidan. Kur'an'ın o'qishish birisini keltirib beqinglar. Bu yerdeki min mislihideki min bayan uchun kelgan deydi. Yani o sure şu Kur'an'ın o'qishish bo'lsin. Balog'at jihatda, tekstining go'zalligi jihatda va g'aybdan xabar berish jihatda Kur'an'ın o'qishi bo'lsin degan bo'ldi. Sure degan qit'atun laha avvalun va axirun. Bir parça nas bo'lib, uning avvali va oxiri bor. Uning eng ezik 3 oyat bo'ladi deydi. Vad'u shuhadaakum. Sizlar shohidlaringlarni chaqiringlar. Yine bu shohidlaringlar degan ilohlaringlar. Sizlar ibodat qilayotgan shu ilohlaringlarni iloh deb gumon qilgan shu narsalarni qilinglar. Min dunillah. Allohdan qo'yib ibodat qilayotgan shohidlaringlarni mitu'inakum sizlarga yordam berishi uchun chaqiringlar. In kuntum sodiqin. Agar rostchil bo'lsanglar, ya'ni fi anna Muhammadan qalahu min 'indi nafsihi. Haqiqatan Muhammad alayhisalom shu Qur'onni o'z tarafidan aytib oldi degan mushu gapda rostchil bo'lsanglar. Faf'alu zalika. Shuni qilib beqinglar qani. Chunki sizlar nayt arabiyuna fusaha misluhu. Shu Muhammad alayhisalomga o'xshash nayt fasohatlik arablar, arab millatidan sizlar. Aşağıdaki kesin qanığı bir qilib beqinglar. Walamma ajazu an zalika qala Alloh taala. Ular endi bir surnimi keltirishni ojiz kelgan vaqtida aytdi Alloh taolo: "Fa illam taf'alu." Agar qilmasanglar, ya'ni ma zikra li ajzikum. Shu zikr qilgan narsani ojiz kelganliginglar uchun qilmay qolsanglar, walan taf'alu. Uni hargizmi qilmaysizlar. Abadan li zuhuri i'jazihi. Ularning ojiz kelganligi oshkor bo'lganligi uchun buni mangu qilmaysizlar deb Alloh taolo buni qistirma jumla shaklida buni keltirdi deydi. İ'tirozun degan yine qistirma jumla demoqchi. Fattaqu. Endi buni sizlar qilmagandan keyin hargizmi qilmaysizlar. Unda bo'lgandan keyin sizlar qo'rqinglar. Bil imani billah va annahu laysa min kalamil bashar. Alloh taologa iymon etish bilan va Qur'oni Karimningki insonning so'zini emas ekanligiga iymon etish bilan yiqilg'usi inson va tashlab bo'lgan do'zaxdan qo'rqinglar. Do'zaxdan o'zinglarni saqlanglar. Bu yerda an-nasda murad al-kuffar deydi. Val hijara.
Yine ularninki şu taştan yasalgan buturga o'xshash. Ashla narsalar. Bu do'zaxning yiqilg'i usulidir demoqchi. Yani enneha mufritatul harara. Tuttaqadu bima zukira. U o't harorati yuqori chekkaga yetgan o'tdir. U yiqiladi zikr qilingan narsa bilan. Shu inson tosh qatorliq narsa bilan u o't tutashtiriladi demoqchi. U dunyoning o'ti o'xshash emasdir. U dunyoning o'ti bo'lsa, o'tin va shunga o'xshash narsa bilan tutashtirildi. Uiddat, ya'ni hiyat lil kafirin yu'azzabuna biha. Kafirlar uchun tayyorlangan. Shu o'tdan saqlaninglar, o'tdan o'zinglarni saqlab qolinglar. Kafirlar shu o't bilan azoblanadi deydi. Endi ma uiddat lil kafirin degan biri jumlatun musta'nafatun bo'ladi debdi. Bir qarashda bu yangidan boshlangan jumla deyildi ekan. Agar yangidan boshlangan jumla bo'lsa, ilgirki jumla bilan ilgirki jumla vel hijaratiga oxirlashgan bo'ladi. Uiddat lil kafirin degan bu boshqa yangi bir jumla bo'ladi. O chaqda bu yangi jumla bo'lgan chaqda bu bir muqaddar asha taqdir qilingan bir savolning javobi bo'ladi deyildi ekan endi. Qaysi taqdir qilingan savol qaysi desa, yana yiqilg'usi inson va tashlangan o't u kim uchun tayyorlangan degan bir savol ashada muqaddari bor ekan. Endi shu savolga javob berish uchun Alloh taolo uiddat lil kafirin bunda keltirgan deydi ekanmiz. Yoki bu halun lazimatun. Yoki bu yangidan boshlangan jumla bo'lmay, ilgirki jumlaniki hol bo'ldi deydi. Ya'ni kafirlar uchun tayyorlangan holatdagi yiqilg'usi inson va tosh bo'lgan o'tdan o'zinglarni saqlab qolinglar degan. Lazimatun degan mishada halun deb keltirsa bo'ldi. Lazimatun deb ayrim keltirib qo'yishda bu yerda bir inchki nuqta bor ekan buni. Bu inchki nuqta bu o't sizlar qo'rqinglar yoki qo'rqmanglar, u o't erqi kafirlarga tayyorlangan degan ma'noni yo'qotish uchun nima deydi. Demak, do'zaxning o'ti kafirlarga emas, asi gunohkor insonlar musulmonlarga tayyorlangan emas endi. Asi gunohkor musulmonlar endi do'zaxda bir mezgil ko'rishmi keyin Allohning rahmati bilan do'zaxdan chiqadi endi. Iymon bilan ketgan musulmonlar bo'lsa. Alloh taolo hammani dunyo va oxiratda aziz qilsin. Iymon bilan yashab iymonimizdan ketishga nasib qilsin. Alloh taolo hammani manfaat qilsin. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.